O'zimizda Sharxonda boksyor ukalarimiz keldi. O'zimizning do'stim trener edi. Bolalarga ko'nglimga kelib qoldi. Bolalarga endi xatya shu tomonlama bo'lsam, biz tomondan ozgina podдержка bo'ladi degan umidda do'stimga telefon qilsam, qaqras maza qilishadi, bolalar ham xursand bo'ladi dedi. Ukalarim kelib olib ketyapti. Bizni qo'limizda endi kelgani shu bo'ldi. 3-400 ta bedanacha, endi qandaydir bo'lsa ham bir hadya sifatida oilamizda obunachilar, как meni oilamdek qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Nasib bo'lsa bundan keyin ham bundan kattaroqlarni ham qilishdi o'zi nasib qilsa. Nasib bo'lsa bolalarga berdik. Bu ukalarim ham obunachilarim. Yana bolalar kelyapti, berib yuboryapmiz, xudo xolasa. Tugasa albatta yana bitta post qo'yib qo'yaman. Ko'p emas, o'zi ozgina. Nasib bo'lsa, tugasa bitta video qo'yamiz endi. Obunachilardan biri ekan. Xursand bo'lishdi, xursandchilik ulashdim men. Xudoga bek hisob shukur nasib qildi shunaqa qilish. Malades, kelib erinmasdan, bolalar, xursandmisizlar? Malades, Abdushi. Bunchalik podдержка qilganingiz uchun rahmat akajon. Yana obunachilarimizdan kelishdi, xudoga shukr. Akam ham bolachasi bilan rosa kuzatar ekan, bu ukam bilan birga. Fermerga gap yo'q ama. Abdushi. Shunchalik podдержка qilganlaringiz uchun rahmat. Biz tomondan endi qo'limizdan kelgancha shu podдержка. Aka, ishlarga rivoj xudo xolasa. Hammaga 15 tadan tarqalyapti xudo xolasa. Ozgina qoldi. Salomon tugab olsa, juda chiroyli ish bo'lgan bo'ladi menimcha.